Hukumat qarori bilan xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalarning o'qishini davlat oliy ta'lim tashkilotlariga ko'chirish tartibi tasdiqlandi. Ushbu xizmatni Bilim va malakalarni baholash agentligi amalga oshiradi. Hujjatga ko'ra arizalar har yili 15-iyuldan 5-avgustga qadar qabul qilinadi. Talabalar arizani yagona davlat xizmatlari portali, maxsus elektron platforma yoki davlat xizmatlari markazlari orqali topshirishlari mumkin. Hujjatda arizani rad etish holatlari ham belgilangan. Jumladan, hujjatlar to'liq taqdim etilmagan bo'lsa, noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlar aniqlansa yoki to'lov belgilangan muddatda amalga oshirilmasa, ariza rad etilishi mumkin. Arizalar 15-iyuldan 6-avgustga qadar ko'rib chiqiladi va natija bo'yicha tegishli qaror qabul qilinadi. Qabul qilingan qarorlar ariza beruvchilarga elektron platforma yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yuboriladi. Shuningdek, o'qishni ko'chirish bo'yicha imtihon natijalari QR kodli shaklda imtihonlar yakunlanganidan so'ng 1 hafta ichida taqdim etiladi.